Sukunat ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kalar. Bismillahirrohmanirrohim. Shkafini ochib, barcha tor, kalta kiyimlarni olib otib yubordi. Hech o'ziga yarashtirmagan, keng turadi deb kiymay olib qo'ygan uzun ko'ylagi keldi xayoliga. Shu ko'ylakni kiydi. Yoshini kattaroq ko'rsatsa ham, tanasini shakli bilinmas, shahvoniy nafsni uyg'otmas edi. Bir vaqtlar menga to'g'ri kelmaydi degan ko'ylagi endi yagona kiyimiga aylangan edi. Tinmasdan Qur'oni Karim, sahobiy ayollarning axloqi va iffati ta'riflangan kitoblar o'qirdi. Hazrati Xadicha onamiz, Hazrati Oyisha onamizning hayotlari bilan tanishardi. Ularning ichida ko'proq Hazrati Fotima onamiz haqida kitoblarni o'qirdi. Fotima roziyallohu anhoni juda yaxshi ko'rar edi. O'qir ekan, baqirib yig'lardi. Uyidan hech chiqmas edi. Masjidga-ku umuman bormay qo'ydi. Qalbini o'g'irlagan o'sha yigitni ko'rib qolishdan qo'rqardi. Qanchalik rost gaplarni aytgan edi yosh imom o'shanda. Men unga loyiqmidim? Qanday qilib u bilan birga bo'lishni orzu qila oldim men? Bir kun telefon jiringladi. Ummu Gulsumni ko'rib yoqtirib qolgan bir ayol uylariga sovchi bo'lib kelmoqchiligini aytdi. Ummu Gulsum doim duo qilar, eng xayrlisini so'rardi. Demak, shu xayrli edi. Taklifni qabul qildi. Yigit juda kelishgan va juda dindor edi. O'zidan atiga 2 yosh katta edi. Ummu Gulsumning qalbi bu yigitga isimagan bo'lsa ham taklifini qabul qildi. Ko'chada bemalol yurishni, odamlarning gap so'zlaridan qutulishni xohlardi. Bu taklif Ummu Gulsum uchun bir imkoniyat edi. Oilalar ham bir-biriga mos kelgan edi. Bir hafta o'tib unashtirildi. Ummu Gulsumning bo'lajak turmush o'rtog'iga nisbatan hurmati baland edi. Uning oldida biron so'z demasdi. Doim boshi yerda edi. Yigitni sevib qoladigan kunni kutardi. Nikohda xayr bor. To'ydan keyin sevib qolaman, derdi o'ziga o'zi. O'zini juda omadli his qilardi. Endi uni qo'llaridan tutib, hech qo'yib yubormaydigan odam bor edi. Bir kuni yigit Ummu Gulsumga bir kafega borib ovqatlanishni taklif qildi. Uyalishingga hojat yo'q. Singlim ham keladi. Men oldimda o'zingni erkin his qilishingni xohlayman. Seni yaqinroqdan tanimoqchiman, dedi yigit. Ummu Gulsum rozi bo'ldi. Yo'l bo'yi boshini ko'tarmay jim ketdi. Bu esa turmush o'rtog'i Hasanga juda yoqib tushgan edi. Bu oxir zamonda shunday iffatli qiz uning jufti bo'lish arafasida edi. Kafega borib, kichik stolga o'tirishdi. Hasan ko'zlarini Ummu Gulsumdan uzolmasdi. Naqadar chiroyli qiz. Qo'llari bunchalar nozik bo'lmasa. Tezroq juftining qo'llaridan tutgisi kelardi. Birdan Hasanning ko'zlari qarshi stoldagi yigitlarga tushdi. Xuddi ular Hasanlar o'tirgan stolga qarab, bir nimalar deb pichirlashayotgan edi. Ular bizga qarayaptimi? Deb so'radi singlisidan. Ular Ummu Gulsumga qarashyaptimi? Ummu Gulsumning ularni tanishi esa xayoliga ham kelmasdi. Juda jahli chiqqan edi Hasanning. Qizg'anayotgan edi. Yana davom etsa, o'rnidan turib urar edi. Yigitlar yana Ummu Gulsumga qarab pichirlashdi. Hasan ortiq chiday olmadi. Joyidan uchib turdi. Ummu Gulsum Hasanning qo'lidan ushlab, "Iltimos, unday qilmang", deb yig'lab yubordi. Hasan darhol joyiga o'tirdi. Ummu Gulsumning bir so'zi uni sokinlatgan edi. Ko'zlariga qaradi. Ummu Gulsum ming pushaymonlik bilan qo'lini darhol tortib oldi. Ichidan tavba qildi. Unga teginishni xohlamagan edi. Refleks tufayli
qo'lini ushlagandi. "Kechiring, bunday qilishni xohlamagandim." Hasan ham g'alati bo'lib ketdi. U ham tavba qildi. Hali nikoh bo'lmasidan qo'llari bir-biriga tegishidan hayo qilgandi. Ko'zi hech qiymasdi uni. "Ketsak yaxshi bo'ladi", deb o'rnidan turdi Hasan va kassa tomonga ketdi. Singlisi esa Ummu Kulsumni tinchlantirayotgan edi. Hasan ketishi bilan qarshi stoldagi yigitlardan biri Ummu Kulsumning yoniga keldi. Hasan esa buni ko'rib orqasidan keldi. "Vay, Instagramning kuli. Qalaysan? Yo'qolib ketding. Juda o'zgarib ketibsan." Ummu Kulsumning ko'zlari yoshga to'ldi. Koshki yer yorilsa-yu, yerning ichiga kirib ketsa. Hasan quloqlariga ishonmayotgan edi. "Odobli, xayoliy qiz roli senga yarashibdi. Lekin bilasanmi, sen hali ham mening xayollarimga juda mossan." Hasan chidolmadi. Yigitni o'ziga qaratib bir musht tushirdi. "Nima bo'lyapti?" deb yigit yerdan turdi. "Sen meni bo'lajak ayolim bilan bunday gaplashishga nima haqqing bor?" "Oo, hali bo'lajak turmush o'rtog'ing ham bormi, Ummu Kulsum? Shumi seni unashtirilganing? Yaxshi bolaga o'xshayapti. Juda achindim. Qanday qilib ilintirding?" Hasan takror yigitning yoqasiga yopishdi. "Ummu Kulsum, bu nimalar deyapti?" Ummu Kulsum faqat yig'lardi. Oyoqda turishga holi yo'q edi. Ko'zlarini yumib, boshini egdi. "Birodar, sen bu qizni kimligini rostdan ham bilmaysanmi? To'xta, senga bir narsa ko'rsataman." Hasan Ummu Kulsumga qaradi. Ummu Kulsum boshini hech ham ko'tarmasdi. Hasanni yo'qotishdan qo'rqayotgan edi. Yigit telefonini olib Ummu Kulsum degan papkaga kirdi. Hasan ko'rganiga ishonmadi. Ummu Kulsumning turli xil rasmlari, videolari bor edi. Hasan turgan joyida qotib qolgan edi. "Ha, ko'rdingmi? Bu rasmlar faqat menda emas. O, ana bu yerda o'tirgan do'stlarimda ham bor. Mayli, seni hurmating uchun o'chirib tashlayman. Modomiki uylanmoqchi ekansan." Hasan g'azab otiga minib yigitning xumoridan chiqqanicha urdi. So'ng qo'lidagi unashtiruv uzugini chiqarib, stolning ustiga qo'ydi. Fotiha buzilgan edi. Ummu Kulsum bir ahvolda o'tirardi. Chidolmadi. Baqirib yig'lab yubordi. Kaltak yegan yigit do'stlariga kulib qarab qo'ydi va Ummu Kulsumning stoliga o'tirdi. "Qara, tashlab ketdi seni. Nimaga kayfiyating yo'q? Kel, men bilan ko'ngilxushlik qil. Seni men baxtli qilaman. Yur, biron do'konga borib, ustingga chiroyli kiyimlar olamiz. Xola bo'lib qolibsan", deb masxara qilardi yigit. Ummu Kulsum bularni eshitgandan ko'ra o'lishni tanlardi. Indamadi. O'rnidan turib yig'laganicha chiqib ketdi. Hattoki ovozini ham eshittirishni xohlamadi. Uyiga bordi. Ammo koshki bormasa edi. Janjal u yerda ham davom etardi. Hasanning onasi telefon qilib Fotiha buzilganini aytgan edi. Hasan hech narsa demasa ham singlisi bor gapni oilasiga aytib bergan edi. "Ana ol. 24 soat telefondan bo'shamasding. Mana endi nafaqat o'zing, bizni boshimizni ham yerga egib qo'yding. Ko'chaga chiqishga yuzimiz qolmadi", deya onasi ham undan xafa bo'lgan edi. Faqatgina buvisi tushunardi uni. Boshini tizzasiga qo'yib yig'ladi. Sochlarini silardi buvisi. "Tavba qil, bolam, tavba qil." "Qachongacha buvijon? Nega meni imtihonim tugamayapti?" "Ummu Kulsumim, go'zal qizim", deb sochlarini siladi yana. Ummu Kulsum tunlarni ibodat bilan o'tkazar, isyon qilmaslik uchun ichini faqat Allohga to'kib solardi. Ammo
To'rt devor orasi unga juda tor kelayotgan edi. Masjidga borib, u yerning ma'naviy havosidan nafas olishni xohlardi. Tayyorlanib uydan chiqdi va masjid tomon yura boshladi. Allohim, iltimos haligi yosh imomni ko'rib qolmay, deb duolar qilardi. Yo'lda ketayotganida birdan orqadan ovozlar eshitila boshladi. "Ey Ummu Gulsum!" Ko'chaning bezori yigitlari edi. Ummu Gulsum eshitmaganlikka olib yo'lida davom etdi. Voh, voh, voh! Oldinlari bitta xabarga darhol javob yozadigan Ummu Gulsum endi yuzimizga ham qaramayaptimi? Ummu Gulsum qo'rqayotgan edi. Qadamini tezlatdi. Shu payt bir qo'l uni ushlab o'ziga qaratdi. Yetmaganiga belidan ham ushladi. Ummu Gulsum tepa boshladi. "Yordam bering!" deb baqirdi. Yonidagi do'sti Yusuf domla kelyapti, dedi. Ammo yigit "Jim bo'lsang-chi, hozir hazilni vaqti emas", deb e'tibor bermadi. "Ummu Gulsum, yur biz sen bilan chetroqqa o'tamiz", dedi qahqahotib. Shu payt kimdir uni o'ziga o'girib bir musht tushirdi. Bu o'sha yosh imom edi. Uni ko'rib qolmaslik uchun qancha duo qilgandi. Endi esa Alloh duosini qabul qilmagani uchun shukr qilardi. Yusuf juda g'azablangan edi. Uning bu jahli Ummu Gulsumga Hazrati Umar, Hazrati Hamzani eslatardi. Xuddi kitoblardagidek. Ummu Gulsum yuzini qo'li bilan berkitib yig'layotgan edi. Yusuf qizni yoniga keldi. "Singlim, yaxshimisan?" Ummu Gulsum boshini sekin ko'tardi. Yusuf uni tanigan edi. Jahli chiqishni boshladi. Nuqul nimadir muammo chiqsa, o'sha yerda qarshisiga Ummu Gulsum chiqardi. Yo'g'on ovozda "O'rningdan tur", dedi. Ummu Gulsum sekin o'rnidan turdi. Atrofdagi erkaklar darrov boshlarini egishdi. Ummu Gulsumga qarashmayotgandi. Chunki Yusuf domlaning bu masalalarda qanchalik qattiq qo'lligini bilishardi. Yusuf ham xijolat bo'layotgan qizning yuziga qaramasdan gapira boshladi. "Musulmon ayol bunday cho'kib qolmaydi. Kuchli bo'ladi. Sen ham kuchli bo'l. Seni boshqa bunday ko'z yosh to'kib o'tirganingni ko'rmay. Tushunarlimi?" "Tushunarli", dedi past ovozda Ummu Gulsum. Masjid muallimasi qizni oldiga kelib, uni yupatish uchun masjidga olib bordi. Ularni ko'rgan qizlar ham masjidda to'planishdi. Hamma bir-biriga o'tmishdagi rasmlari, haligacha ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yurganini, o'qish joylarida haligacha qo'li bilan ko'rsatib, g'iybat qilishlarini gapirib berardi. Virtual olam bir qizning hayotini ostin-ustun qilib yuborishi mumkinligiga amin bo'lgandi Ummu Gulsum. Masjid muallimasi bir nimalar aytib berar, ammo Ummu Gulsum uni eshitmasdi. Uning nigohlari va xayoli masjidning bir burchagida namoz o'qiyotgan qora niqobli ayolda edi. Yuragi yana ham tez urib ketdi. "Mashalloh", dedi ichida. So'ng ruxsat so'rab uyiga ketdi. Bir hafta o'tib maqsadiga erishdi. Ummu Gulsum ham endi niqobda edi. Hatto ko'zlari ham deyarli ko'rinmas edi. Odamlarning gap so'zlaridan qutulgan edi. Davomli ibodat qilar, tavba qilib tinmay yig'lar edi. Oradan oylar o'tdi. Masjiddagi xayriya kuni kelgandi. Ammo bu safar Ummu Gulsum yordamlashish niyati yo'q edi. Chunki Yusufning so'zlarini unutmagan edi. Shunchaki borib o'tirdi. Masjidda xizmat qilishga o'zini loyiq ko'rmasdi. Bir dugonasi uni chaqirib, ba'zi narsalarga yordam berib yuborishini iltimos qildi. Ummu Gulsum ming hijolatda rozi bo'ldi. Qachonki biron erkak kelib ulardan nimadir istasa, Ummu Gulsum boshqa joyga o'tib olardi. Erkaklarga xizmat ko'rsatmas edi. Birozdan so'ng ko'rgan manzarasiga ishona olmadi. Yusuf
u tomonga kelayotgan edi. Ummu Kulsumning yonidagi ayol Yusufga qarab gapirdi. "O'g'lim, nimadir yeb oldingmi? Qorning ochgandir." Yusuf ayolning oldiga kelib qo'llaridan o'pdi. "Yedim onajon, xavotir olmang", dedi. Demak, Yusufning onasi ekanda. Ummu Kulsum hatto qayrilib qaramas, o'z ishlari bilan mashg'ul edi. Onasi qo'yarda qo'ymay, bir tovoqda ovqat solib bermoqchi bo'ldi. Hamma band bo'lgani tufayli Ummu Kulsumdan yordam so'radi. Lekin u erkak borligi uchun onasi va Yusuf turgan joyga hatto yaqin ham kelmayotgan edi. Erkaklarga xizmat ko'rsatgisi kelmas, ammo bu haqda hech kimga ayta olmasdi. Iffati bilan riyo qila olmasdi. Shunchaki sukut saqladi. Yusuf juda hayron qolgan edi. Juftiga juda sodiq bo'lgan bir ayol bo'lsa kerak deb qo'ydi ichida va juda g'ururlandi. "Mayli onajon, kerakmas", deb u yerdan uzoqlashdi. Qanchalik xursand bo'lgan edi. Oxir zamonda shunday iffatli ayollar ham bor ekan. Qaniydi qolgan musulmon ayollar ham shunday bo'lsa, niqob ham ularning nafslariga og'ir keladi. Dinimizga mos kiyinib, erkaklardan uzoq bo'lsalar yetarli edi, deb o'ylardi. Kechgacha Yusufning qalbida ajoyib his bor edi. Tafakkur ichida edi. Uyiga borgach, onasi bilan suhbat qurishdi. "Yusufim, bugungacha uylanish masalasini ko'tarmadim. Kimni ko'rsatsam doim rad qilding. Ammo men ham qariyapman. Baxtingni ko'rsam deyman. Faqat jahling chiqmasin." "Onajonim", dedi Yusuf. Qo'llaridan o'pdi. "Nega jahlim chiqsin? Men istagandek qiz uchradi-yu, men rad qildimmi? Qara, bugun masjidda bir qiz bor edi." "Yo'q ona, masjiddagi qizlarni istamayman. Onajon, mening ayolim qanday bo'lish kerakligini bilasizmi? Mening har bir so'zimga itoat qiladigan, hayosidan hatto ko'zlarimga ham tik qara olmaydigan, mening oldimda boshqa erkaklarning hatto ismini ham tilga olmaydigan bo'lish kerak. Aktyor, sportchi, men tushunmayman buni. Hayo qilish kerak bulardan. Men o'zimni xohishimga zid bo'lgan ayol izlasam, darhol topaman. Lekin oilamga va bu ummatga go'zal xizmat qiladigan kelin, farzandlarimni chiroyli tarbiyalaydigan ona, juftini mamnun qilish uchun qiladigan harakatlari bilan yo'li jannat tomon boradigan ayol qidiryapman onajon. Bugun bir ayolni ko'rdik, eslaysizmi? Mashalloh, ishonchim komil. Juftiga bo'lgan hurmatidan shunday qildi. O'z avratini berkitib, taqvo uchun niqob kiyganidan ham ko'ra, erkaklar tomonga o'tmasdan hech kimga xizmat ko'rsatmagani meni qoyil qoldirdi. Turmush o'rtog'idan boshqasiga xizmat qilmasligi ko'rinib turibdi. Men ham shuni aytayapman-da bolam, deb kulib qo'ydi onasi. Surishtirdim o'sha qizni. Turmush qurmagan ekan. Yoshi sendan 3-4 yosh kichik ekan. Menga ma'qul keldi. Yusuf ko'zini olib qochdi. Kim ekan? Nasl nasabi qanday ekan? Oilasi dindor ekan. Balki tanirsan, doim juma namoziga kelar ekan. Ahmad amakingni nevarasi. Yusuf o'ylashni boshladi. Ismi nima ekan bilasanmi? Ummu Kulsum. Oldinlari masjidda ishlagan ekan, ammo anchadan beri kelmayotgan ekan. Onasi Ummu Kulsum haqida tinmay gapirar, lekin Yusuf uchun uning ismini eshitish bilanoq mavzu yopilgan edi. Yo'q, ona bo'lmaydi. Nega o'g'lim? Juda chiroyli qiz ekan. Hamma maqtadi. Bo'lmaydi. Iltimos sababini so'ramang. Yusuf xonasiga kirdi. Ummu Kulsum bilan bo'lib o'tgan voqealarni birma-bir esladi. Yusuf jufti bilan bunday tanishishni xohlamasdi. Kitoblarda o'qigandek, hadislarda aytilgandek sevgini xohlardi.
Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ali roziyallohu anhularning turmushidek oilasidardi. Ummu Kulsum mavzusini tamoman yopib, namoz o'qidi. Namozdan so'ng xayrli juft uchun uzundan uzun duolar qildi. Yotog'iga borib uyquga ketdi. Ustida oppoq ko'ylak, boshida esa salla bor edi. Gullar to'la bog'ning ichida edi. Hamma joyda atirgullar ifori, qushlarning sayrashi. Yusuf yurdi. Yurdida so'ng bir joyga o'tirib, atrofni tomosha qila boshladi. Shunchalar go'zal ediki, ko'zlariga ishonmasdi. Birozdan so'ng Yusufning oldiga oppoq ko'ylak, oppoq ro'mol va oppoq niqobda bir ayol kelib o'tirdi. Yonida guvoh sifatida ikki ayol ham bor edi. Ammo ular ko'rinmas, faqatgina nur taralardi. Birdan bir ovoz eshitildi. "Kimsan?" dedi Yusuf. Gullarning orasidan ikki kabutar qanot qoqib uchib, Yusufning yoniga kelgach, birdaniga g'oyib bo'ldi. Atrof nurlanib ketdi. Ular xushxabar olib kelgani farishtalar edi. "Ey Yusuf, payg'ambarimiz nikohingni o'qimoqdalar. Qabul qilasanmi?" Yusuf yig'lab yubordi. "Nima? Kim bilan? Men bunday baxtga loyiq emasman." Takror so'raldi. "Ey Yusuf, payg'ambarimiz nikohingni o'qimoqdalar. Qabul qilasanmi?" Yusufning ko'zidan tinmay yosh oqardi. Yonida o'tirgan ayolga qaradi. Bu safar kuchliroq va balandroq ovozda so'raldi. "Ey Yusuf, qabul qilasanmi?" "Ha, qabul qilaman Rasulim", dedi Yusuf. Qanday baxt edi bu. So'ng shohid sifatida o'tirgan ikki ayolni so'radi. "Bular kim?" Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning qizi Hazrati Fatima roziyallohu anha va jufti haloli Hazrati Xadicha roziyallohu anholar sizlarning nikoh guvohlaringizdir, dedi farishtalar. Yusuf ho'ngrab yig'lab yubordi. Ya Alloh, bu qanday xushxabar. Shu payt bir qo'lida ro'molcha bilan Yusufning ko'z yoshlarini artdi. Yusuf jufti tomon o'girilib, niqobini yechdi. Ne ko'z bilan qarasinki, qarshisida Ummu Kulsum turardi. Demak, Ummu Kulsum Yusuf uchun xushxabar edi. Satrlangani sari yanayam go'zallashib ketgandi. Yusuf Ummu Kulsumning peshonasidan o'pdi. Ey Yusuf, jannat muborak bo'lsin, dedi farishtalar. Yusuf birdan uyg'onib ketdi. Hu Alloh, ya Alloh deb baqirardi. Tili faqat Alloh, Alloh deyotgan edi. Yuragi xuddi otilib chiqadigandek urar, qalbi ishq bilan yonayotgan edi. Onasi qo'rqib ketganidan Yusufning xonasiga yugurib keldi. O'g'lini bu ahvolda ko'rib yana ham qo'rqib ketdi. Yusuf o'zida emas edi. Ya Alloh, ya Alloh deb o'zini yerga urardi. Bir necha soatdan keyingina o'ziga keldi. Tinmay ko'z yosh to'kardi. Unga qo'shilib, onasi ham yig'layotgan edi. Onajon, darhol sovchilikka boramiz onajon. Kimnikiga o'g'lim? Onajon, ertagayoq boramiz. U mening jannatim, ona, tushunmayapsiz. Onasi juda hayron qolgandi. Shuda bir nimalar ko'rganini bilardi. Darhol tayyorgarlik ko'rdi. Ummu Kulsumning oilasiga xabar berildi. Tunni qanday o'tganini bilmadi Yusuf. Tunning yarmini ibodat,
qolgan yarmini esa tushi va Ummu Kulsum haqida o'ylash bilan o'tkazdi. Yusuf vaqtni cho'zishni xohlamasdi. Hatto unashtiruvni ham tezroq qilib, nikohga ulab yuborishni xohlardi. Bu taklif ikki oilaga ham ma'qul keldi. Bir haftadan keyin to'y qilishga qaror qilishdi. To'yga 2 kun qolganida Yusuf Ummu Kulsum bilan birinchi marta yolg'iz qolib, gaplashib olishni xohladi. Bir xona tayyorladilar. Yusuf nimalar deyishni o'ylab qolgandi. Lekin eshik ochilishi bilan hammasi esidan chiqib ketdi. Ummu Kulsum oppoq niqobda, boshi egilgan holda kirib keldi. Yusuf nimalardir demoqchi bo'ldi, ammo tili aylanmasdi. Gapni Ummu Kulsum boshladi. Yusuf. Ismini aytishni o'zi Yusufning yurak urishini tezlashtirib yuborgandi. Siz mendan ham yaxshirog'iga loyiqsiz. So'zlarini tugatmasdan Yusuf gapira boshladi. Yo'q, Ummu Kulsum, aslo unday dema. Yusuf, men o'tmishda juda ko'p xatolar qildim. Nomahramlar bilan biron munosabatim bo'lmadi. Qo'l ushlashib yurmadim. Ammo internet sahifalarida yo'q, bo'ldi jim. Bularni eshitishni xohlamayman. O'tmishda qoldi. Meni oldimda bu mavzu ochilmasin, dedi Yusuf. Ummu Kulsum ko'z yoshlarini artdi. Sen meni halolim bo'lasanmi, Ummu Kulsum? O'tmishing, gunohlaring, bularni menga qizig'i yo'q. Allohni kechirganini, unuttirganini men eslatamanmi? Tavba qilgan insonni xor ko'rmayman. Muhimi, pushaymon bo'lib gunohlarga tavba qilishlik. Aslida men senga loyiq emasman. O'tmishda senga qanday gaplar gapirib, dilingni og'ritgandim. Mendan rozi bo'lasanmi? Kechira olasanmi? Dedi Yusuf. Ummu Kulsum, o'tmishni eslamasdan ko'zlarimga qaray olasizmi? Ummu Kulsum, sen mening kelajagimsan. Azaldan taqdirimga yozilgan halolim. Qolu balodan beri to bugungacha tutgan ishq ro'zamsan. Ko'zlaringga qaraganimda o'tmishni emas, faqat muhabbatni ko'raman. Nega seni ayblay? To'y kuni. Juda oddiy, kichkina to'y qilishdi. Ayollar va erkaklar alohida, isrofsiz, bid'atlarsiz, xuddi payg'ambarimiz buyurganlaridek. Ummu Kulsum oppoq ko'ylakda, oppoq niqobda edi. Ko'zlari ham ko'rinmas edi. Barchaga o'rnak bo'ladigan, musulmonlar qanday to'y qilish kerakligini ko'rsatib beradigan to'y bo'lgan edi. To'y tugagach, uylariga ketdilar. Yusuf Ummu Kulsumga Hazrati Xifa va Hazrati Suhaybning hikoyasini so'zlab berdi. Ummu Kulsum indamasdan boshini egib eshitib o'tirardi. Juda go'zal hikoya edi. Yusuf istaganidek o'sha kechani ibodat bilan namoz o'qib o'tkazishdi. So'ng Yusuf Ummu Kulsumning niqobini yechdi. Peshonasidan o'pib, "Jannatimsan mening, Ummu Kulsum", dedi. Oradan oylar o'tdi. Yusuf sevganiga juda chiroyli muomala qilar, uni hech xafa qilmasdi. Ummu Kulsumda qandaydir holsizlik bor edi. Bu ularning orasiga masofa qo'ygandi. Yusuf ham buni sezar va o'ziga o'zi, nahotki men o'ylagan narsa bo'lsa, Ummu Kulsum ona bo'ladimi, derdi. Lekin so'ramasdi. Bu xabarni halolining o'zi aytishni xohlardi. Yusuf Ummu Kulsumga uy ishlarini ham qildirmay qo'ydi. Kutdi.
Lekin Ummu Gulsum hech narsa demasdi. Bir kun birga namoz o'qib bo'lishganidan keyin Ummu Gulsum turib, kitoblar orasidan bir nima olib keldi. Yusufning qo'llarini o'pib, unga tutqazdi. Bu o'sha bir paytlar Qur'onning oyatlari orasiga qo'yib qo'ygan ro'molchasi edi. Yusufning qo'lini yuragiga qo'ydi. Yusufim, bizni hech narsa ajrata olmaydi. Yolg'iz o'lim ajratishi mumkin. Yusuf yig'lab yubordi. Ummu Gulsumni bunchalik ta'sirlantirgan narsa nima edi? Ayniqsa, oxirgi jumlasini eshitgach, Yusufning miyasida chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Sevgimiz oxiratga qoldi, Yusufim, dedi Ummu Gulsum. Yusuf sezgandi. Yorini uni tashlab ketishini eshitib yuragi yona boshladi. Shu payt Ummu Gulsumning ko'zlari asta-sekin yumilib, boshi Yusufning yelkasiga tushdi. Yusuf uni uyg'otishga harakat qilardi, lekin Ummu Gulsum uyg'onmasdi. Tez yordam chaqirdi. "Uyg'on jannatim, iltimos ko'zlaringni och", derdi. Yusuf xayoliga kelgan duolarni o'qirdi. Ummu Gulsum ko'zlarini ochdi. Yusufga ro'molchasini berib, "Buni oling. Doim Qur'oningizni ichida tursin", dedi past ovozda. Yusufning ko'z yoshlari sevgilisining yuziga tomchilardi. Ummu Gulsum chuqur nafas oldi va kulimsiradi. "Siz ham shirin hidni sezyapsizmi? Xuddi gullar to'la bog'ning ichida o'tirgandekmas." Yusuf Ummu Gulsumni boshini ko'tarib quchoqladi. "Iltimos, meni tashlab ketma", derdi. Ummu Gulsum sekin shahodat barmog'ini ko'tardi va Yusufning qulog'iga "La ilaha illalloh" dedi. "Qara menga sevgilim, bizning nikohimiz arshi a'loda o'qildi. Biz jannat eshiklarini birgalikda ochamiz. Kuchim, nafasim yetganicha seni duolarimda doim eslayman", derdi Yusuf, Ummu Gulsumning boshini silagan holda. Ummu Gulsum ko'zlarini yumdi. Yusuf esa pichirlagan holda dedi: "Sen ham shahidsan gulim, sen ham shahidsan." Uning yuzlarini silab, oxirat yurtiga kuzatdi. Ummu Gulsumni yuvadigan ayol kamdan kam bunday holatlarga duch kelardi. Ummu Gulsumning yuzida tabassum bor edi. Uni xuddi kelinchaklardek tayyorladi. Chunki farishtalar tomonidan kutib olishni bilardi. Yusuf ko'zlarida yosh, o'zini qo'lga olishga harakat qilardi. Yuragi yongan holda uni tuproqqa qo'ydi. Hali unga to'yib ulgurmasdan tuproq uni olib qo'ygandi. O'sha kecha Yusuf bir tush ko'rdi. Ummu Gulsum unga tabassum qilayotgandi. "Yusufim, meni Fotima onamiz kutib oldilar. Men seni jannatning eshigi tagida kutaman", deyotgandi. Jannatning eshigi tagida. Qimmatli vaqtingizni ayamay hikoyamizni tinglaganingiz uchun Allohim sizni yaxshiliklar bilan siylasin.